Kemaning eshiklari mahkam yopildi va birozdan so'ng osmonda gumburlagan ovoz eshitila boshladi. So'ngra dahshatli bir yomg'ir quya boshladi. Yomg'ir yog'averdi va yana yog'averdi. Butun yer yuzini suv qoplaguncha yog'di va kema ko'tarilib suzishni boshladi. Osmon ancha kunlar shu tarzda gumburlab turdi. Yomg'ir ancha kunlar yog'di. Bu bir tufon edi. Kemadagilardan boshqa hech kimsa tufondan omon qolmadi. Eng baland tog'lar ustiga chiqib olganlar ham suvga g'arq bo'lishdi. Oradan kunlar, haftalar, oylar o'tgandan so'ng yomg'ir to'xtadi. Chunki Alloh uning to'xtashini buyurdi. Allohning issiq va sariq quyoshi katta bulutlar orqasidan yer yuziga yangitdan tabassum qilib chiqdi. Kema Judi tog'ida sog'-salomat kelib to'xtadi. Juft hayvonlar va iymon keltirgan insonlar huzur va halovat ichida kemadan tushdilar. Va yer yuzi yana kechalari yulduzlarni va kunduzlari gullarni ko'rganda Alloh naqadar go'zal yaratgan deydigan insonlarga to'ldi. Xulosa qilish o'zingizdan.